Hurmatli qiziljonlar, kecha Sadoqat Muhammadjonova, ya'ni o'zimni qadrdonimni storiesga qo'yganimda ko'pchilik qiziqish bildirgan, qanaqa qilib bu sohani o'rgansak bo'ladi, qanaqa qilib Sadoqatga o'xshab shunaqa juda ham qisqa muddat ichida zo'r daromadga kirsak bo'ladi deb so'rashgan. Men sizlarga Sadoqatning nomerlarini qoldiraman, chunki hozirda shogirdlik kursini e'lon qilganlar va sovg'aga iPhone 16 Pro Max qo'yganlar. Ya'ni sizlar misol uchun bir oyda yaxshigina $1000 dan 2000 3000 dollargacha daromad qilishni ham o'rganib olasizlar ulardan. Bu shogirdlikka qatnashayotgan qizlarning orasida g'olib tanlab iPhone 16 Pro Max sovg'a qiladilar. Agar peshonanglar yarqirab, omadinglar kelib, sizlarga nasib qilsa bu kursga o'qish va uni orqasidan ham daromadga kirish, ham yaxshigina qimmat telefonli bo'lish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Men profillari bilan nomerlarini qoldirdim. Hoziroq murojaat qilinglar.